Siz sinov sichqonchasi emassiz. Bugungi kunda ko'plab odamlar qo'shnim aytdi, bir mashhur reklama qildi, dorixonadagilar shuni tavsiya qildi degan gap so'zlarga ishonib, ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan yoki shifokor nazoratisiz dori vositalarini iste'mol qilishmoqda. Bu esa har yili 100 minglab insonlar hayotiga zomin bo'lmoqda. Masalan, 2023-yilda Afrika va Osiyo mamlakatlarida 500 millionga yaqin odam samaradorligi isbotlanmagan va o'rganilmagan dori vositalari sababli hayotdan ko'z yumgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotlariga ko'ra. Afsuski, ularning ko'pchiligi dorilarni mutaxassis maslahatisiz qabul qilgan. Shuni unutmang, oddiy deb o'ylangan dori ham butun bir oilaning fojiasiga aylanishi mumkin. Sog'lig'ingiz tajriba maydoni emas. Har qanday dorini faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qiling. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.